Assalomu alaykum hurmatli hamkasblar. Bugun 27 yanvar 2026 yil. Soat 11 dan 50 minut o'tdi. Mana yashiq. Ramkalarni turishi. Ramkalar qisqartirilmagan. Arini turishi manakay. Yopganda ari o'tirgan ramkalar yon tarafda eng oxirgi o'tirgan ramkani ikki chetidagi ramkani ustuni ham yopilyapti. Pustoy ramka ham. Ertaga kun qiziganda klub tarqalish imkoniyati bo'lishi uchun orqa tarafidan manakay 450 joy qolyapti. Bu yoq taraflari bo'sh. Yana bir marta ko'rsataman. Mana ari o'tiribdi. Mau ramkada ari yo'q, maunda yo'q. Lekin baribir ustuni yopilyapti. Xuddi mana shunaqa qilib turib, har yili ari o'raladi. Mana bu yashidagi matichka 4 yo 5 yanvar kuni ochganimda tuxum qo'yishni boshlagandi. Tak 10 kuncha burun temperatura 14 gradusga ko'tarilib ketganda общий 40 ta bo'tda oila atotkalar 13 tasi gulchang tashishni boshlagandi. Shundan arni ustini уже yopishni boshladim. Holstig manakay. Old tarafiga avnaq qilingan. Bu yoq tarafdan manakay bitta ramkani usti ochiq qolyapti, ko'rpacha yopilmoqda. Yon taraf manakay. Yon tarafdan nechta 4 ta ramkani usti ochiq qolyapti. Ko'rpacha yopilmoqda. Orqa tarafda ham ozgina joy qolyapti. Ko'rpachani sal oldinroqqa surib qo'yaman. Mana. Ko'rasizlarmi? 350 kenglikda ko'rpacha ham oldinroqqa surildi. Orqa tarafdan yana holstigdan tashqari ko'rpachani ham surib qo'yaptim. Xuddi mana shunaqa qilib turib arini o'rashni boshladim. Rezarka. Оно вам газда пидорас. Резарка. От рамки, смотри. Полный. Вот. Жена крутит. Вот. Все, короче. Вот семья на 14 рамки. Сейчас брали. Привет. И вечер добрый. Ereldeki ırtaklar, dostlar, pensionerlar, Obid aka, Shodmon aka, Fozil aka, Rahmon, Jasur, Asror. Rahmon aka shuma zo'rmi, tinchmi? To'lqin salom zo'rmi, do'stim? Hamma ergillakilar, hammaga salom. Cho'li biyobondaman. Mana asalari ishlab o'tibdi, asalarining ichidaman. Hammalaringga alangali salom. 4 tomon cho'l. Ana o'tiribman. Yantoq, jinjak, atrofda hech kim yo'q. Ana. Hammaga salom.